Iltimos, qarindoshlaringizni hamda yosh bolalarning suratini ijtimoiy tarmoqqa qo'yishdan saqlaninglar. Buni men mantiqqa tushuntirib berishga harakat qilaman. Agar ko'chada ketayotganingizda sizga kimdir yomon nazar bilan qarasa, sezasiz-ku. Albatta o'zingiz noqulay his qilasiz va hatto borib so'raysiz ham. Endi shunaqa 1 millionta odam qarab turganda nima bo'lgan bo'lardi sizda? Ko'chada tasavvur qilib ko'ring. Endi mana bu ijtimoiy tarmoqda badanidan, ya'ni qomatidan prosmotr ishlayotgan ayollar haqida gapirmayapman. Ularga bu gap ta'sir qilmaydi. Qolganlarga nisbatan aytayapman. Mana hatto ko'pkariga chiqsangiz, otlarni bo'yniga ko'zmunchoq taqib qo'yishadi peshonasiga. Nima uchun? Chunki insonlarda nazari bor, nazar otga tekkan vaqtda ot zararlanmasin deydi. Bu to'liq isbotini topgan faktlardan. Hatto o'sha ko'zmunchoqlar sochilib ketadi. Ya'ni insonning qarashida ham minus zaryadlar bor. Va bu oilaviy institutlarga putur yetkazadi. Mana shu o'zini rasmini qo'yib turib tirikchilik qiladigan ayollarni ham hayotda baxtli deb men shaxsan hisoblamayman. Ko'pchiligini yaqin taniydiganlar bir o'ylab ko'rsanglar, ko'pchiligi oilasi tinch emas.